Assalamu alaykum do'stlar. Bugün bize Sharq bazar yanında bize 2 etajında oldu. Birinci etajında 3 xonali kvartiramız satışga qo'yilgan ekan do'stlar. Shuni sizlarga obzorini gösterib, tanishtirib o'tamiz. Eshigimizdan kirganimizda shundan bir sifatik qo'yib turadigan yer. Kotellarimiz avvalgi kotellardan qo'yilgan, ko'rib turganlaringizdek ataplaylar o'tgan. Oynalarimiz akvaplastik oynalar almashtirilgan. Joyimiz remontdan chiqib turibdi, toza remont etilgan. Bu yerda yana kuxnya zoyamiz, stollari qo'yilgan. Gaz o'chiruvchilar qo'yilib, shuning tayyor holatida turibdi. Pollarimiz taxta pol do'stlar. Birimiz birinchi xonamiz registrlar, toza registrlar almashtirilgan do'stlar. Xonamiz aboydan, mo'ysha aboydan qo'yilib, zatalib tayyor holatida turibdi. Eshiklarimiz taxta eshiklardan qo'yilgan do'stlar. Bu xonamizga girsak, berimiz ham shu mo'ysha aboydan qo'yilib, oynalarimiz almashib, akvaplastik almashtirilgan, registrlar ham almashib turibdi. Shuning tayyor holatida do'stlar. Keyingi xonamizni ko'rsatamiz, uchinchi xonamizni. Uchinchi xonamizga o'tsak, bu yerda svet o'chiruvchilari qo'yilgan do'stlar. Bu xonamiz ham spalnasi. Yo'lga qarab turibdi do'stlar. Registrlar almashib, akvaplastik almashib, reshet yo'lib turibdi oynalari deshandan. Devorlarimiz mo'ysha aboydan urilgan. Kimda kimni qiziqtirgan bo'lsa do'stlar, shu yerlardan qidirib bilgan bo'lsa, 3 xonali kvartira taklif etamiz. Gelip görüp puluna gelişip olaverasizlar do'stlar. Sanuzelini gösterib o'tamiz. Sanuzel ham shunday tayyor holatida turibdi. Patologlar ham plastik etilingan. Imtiyozlar ham qo'yilib turibdi do'stlar. Bu joyimizdan puluna kelsak do'stlar, pulini 380 millionda turibdi uy egasi. Ekranda nomerlarini qo'yamiz. Telefon etsangizda gelişip olaverasizlar do'stlar. Esa hammaga sog'lik salomatlik tilaymiz. Kimki shu niyat etgan bo'lsa, toza yillarda toza joylarni olib o'tirishlarni hammaga tilaymiz. Alloh taologa ham hammaga nasib etsin toza joylarda kutishni yangi yilni. Like bilan podpisiyatdan chiqarmanglar do'stlar. Like podpisiyat borsangizlar, sizlarga kvartira, hovli joy o'rni olajak yurtdoshlarimiz bo'lsa, ekranlarda nomerlarimizni qo'yamiz. Murojaat etsangizda topishlarimiz ham olishlarimiz ham yordam etamiz. Hammaga sog'lik salomatlik tilaymiz. Keyingi rolikda görüşguncha deb qolamiz do'stlar.